Bugun informatsion dasturi Zo'r TV telekanalida davom etadi. Davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilinayotgan farmon va qarorlar orqali biznes vakillari uchun yaratilayotgan soliq va moliyaviy imtiyozlar korxonalarning barqaror rivojlanishi uchun mustahkam zamin yaratmoqda. Masalan, Sirdaryo viloyatida faoliyat yuritayotgan qo'shma korxonani ana shunday imkoniyatlardan samarali foydalanayotgan tashkilotlardan biri sifatida e'tirof etish mumkin. Kompaniya davlat tomonidan berilgan qo'llab-quvvatlash choralarini o'z vaqtida va maqsadli o'zlashtirib ishlab chiqarishni kengaytirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish hamda bozor talabiga mos raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha salmoqli natijalarga erishdi. Ya'ni korxona tomonidan 2026-yilning 6 oyi davomida qariyb 20 milliard so'mlik soliq imtiyozlaridan foydalanildi. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, soliq imtiyozlari orqali korxonalar ixtiyorida qoldirilayotgan mablag'larning ishlab chiqarishga qayta investitsiya qilinishi iqtisodiyotning multiplikativ samarasini yuzaga keltirmoqda. Ya'ni bir tomondan ishlab chiqarish quvvatlari ortib, mahsulot hajmi ko'paysa, ikkinchi tomondan yangi ish o'rinlari yaratilib, soliq bazasi kengaymoqda va mahalliy iqtisodiyotning barqaror o'sishi ta'minlanmoqda. Turkiyalik investorlarning yirik loyihalaridan biri bo'lgan mas'uliyati cheklangan jamiyat ham bugun soliq imtiyozlaridan foydalanishga ulgurdi. Ishlab chiqarish yo'nalishida faoliyat boshlaganimizga 7 yil bo'ldi. Faoliyatimizning dastlabki yillarida 60 nafar ish o'rniga ega bo'ldik. Hozirda esa mingdan ortiq aholini ish bilan band qilish imkoniga ega bo'ldik. Bularning bariga berilayotgan imtiyoz va imkoniyatlardan foydalana bilganimiz asos bo'ldi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Birgina soliq imtiyozlari haqida aytadigan bo'lsak, korxonamiz joriy yilning dastlabki davrida 6 milliard 589 million 300 ming so'm miqdoridagi soliq imtiyozlaridan foydalanib, investitsiya imkoniyatlarini sezilarli darajada oshirishga erishdi. Ushbu mablag'lar qisqa muddatli ehtiyojlarga emas, balki korxonaning uzoq muddatli rivojlanish strategiyasiga xizmat qiluvchi yo'nalishlarga sarflandi. Bu esa o'z navbatida ishlab chiqarish hajmining oshishi va iqtisodiy ko'rsatkichlarning yaxshilanishiga xizmat qildi, deydi korxona vakillari biz bilan suhbatda. Bundan tashqari ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish, yuqori unumdorlikka ega uskunalarni joriy etish, aylana mablag'larni ko'paytirish va yangi ishlab chiqarish quvvatlarini tashkil etishga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, Turkiya davlatidan zamonaviy asbob-uskunalar va texnik jihozlar keltirilib, bugun yangi loyihalar ustida ishlash jarayonidamiz. Moliyaviy jihatdan ham o'tgan 2025-yil hisobot davrida korxonaning tovar aylanmasi 2024-yilga nisbatan qariyb 20 milliard so'mga ko'payib, 201 milliard so'mga yetdi. Bu esa hudud aholisi bandligini ta'minlash bilan bir qatorda tadbirkorlik subyektiga rag'bat vazifasini ham bajaradi. Bu kun Mag'firat Xudoyberdiyeva, Sirdaryo.